Mahmudjon, Mahmud! Hammaga salom, sizlar bilan men Renzo va bugungi video roligimizda Minecraftdagi temir golem qonqur maxluqqa aylandi degan video rolik bo'ladi. Bu video roligimizga like bosib, kanalimizga hozirroq obuna bo'lib qo'ying. Chunki biz 3 ga yaqinmiz. Let's go, bola video boshlandi. O'yinchilar 2 kishi edi. Ular serverga kirib, odatiy rejimda survival qilishayotgan edi. Va bitta o'yinchi uy qurib olgan edi va bitta o'yinchi esa shaxtaga tushib ketdi. U shaxtadan toshlarni qazib olaman deb o'yladi, ammo yugurib borayotgan edi. Ular qanaqadir blokni qazishga tushib ketishdi va unga kimdir yozayotgan edi. Ya'ni ikkinchi o'yinchi unga yozayotgan edi. U tosh bloklarni qazishda davom etdi. Qaziyotgan edi. Keyinroq u o'yinchi jonivorlarni ovlashga kirishdi va qo'y oldidan chiqdi. Qo'yni o'ldirdi. Tovuq ham oldidan chiqib qoldi, tovuqni ham o'ldirib yubordi. Shunday qilib ko'pchilik hayvonlarni o'ldirib, ya'ni jonivorlarni ovlash uchun kirishib ketdi. Keyinroq o'yinchi do'stini izlay boshladi va do'stini topdi. Va ular birgalikda bir narsani izlashmoqda. Ya'ni ko'rib turganingizdek, boshqa o'yinchi nimanidir sezib qolgandek bo'ldi va uni ham ortidan ketayotgan edi ikkinchi o'yinchimiz. Birinchi o'yinchi nimagadir qarab turar edi. Ikkinchi o'yinchi esa nimadirlar deb yozdi. Ikkinchi o'yinchi esa temir golemni ko'rib qoldi uzoqdan. Ko'rib turganingizdek, u temir golem edi va birinchi o'yinchiga ishora bermoqchi edi. Ortingda golem qara demoqchi edi. Va u o'yinchi ham ko'rib qoldi. Va ikkinchi o'yinchi nimanidir payqab qoldi uzoq daraxtlar ortidan. Va u ketayotganini ko'rdi va uni izidan yugurishga davom etdi. Va ular uyga kelib va qo'ylarning junini olishga kirishdi. Bitta o'yinchi esa bu yoqda qishloq topib olgan edi. Va quvonib ketdi va u o'yinchi boshqa do'stiga aytdi, men villaga topib oldim, ya'ni qishloq topib oldim deb. U qishloq tomon yanada yaqinlashib boshladi. Ular 1-2 soniya yozisha boshladi. O'yinchi qishloqqa borishga harakat qilyapti. Ana o'yinchi qishloqqa kelib olgan edi va u yerdan birinchi resurslarni olib, o'zini kartoshkalarini olib va boshqa o'yinchiga yoza boshladi. Qishloqdagi o'yinchi esa qishloqni o'rganishni davom etar edi va boshqa o'yinchiga ma'lumotlarni yetkazdi. O'yinchimiz nimagadir ozgina qo'rqayotgan edi, chunki ana uyga qarab turar edi. Va boshqa o'yinchiga ma'lumot yetkazib boshladi. U qanaqadir qo'rquvdan qo'rqib ichkariga kirib oldi va o'yinchiga yozdi. Va ular uxlashmoqchi bo'ldi boshladi va mana kun ham bo'ldi. U yana shu uyga qarab turar edi. Va u o'yinchiga boshqa bitta o'yinchi yozdi. Va u ham javob qaytardi. U o'yinchi ham javob qaytardi.
Ikkalasi ham bir joyga jamlanib olishdi va u yoqdan nima borligini bilishga qiziqib borishyapti. Va bitta o'yinchi borishga qaror qildi. Golemni o'ldirishga qaror qildi, lekin golemni o'ldira olmadi. Va bu o'yinchi qo'rqqandan asta-sekin orqaga chekina boshladi. Va nimadirlar deb yoza boshladi. Sekinlik bilan qaradi. O'yinchi o'lgan holatda, golem ham o'lgan holatda. Bu judayam qo'rqinchli holat edi. O'yinchi tobora qo'rqa boshladi. Tepaga chiqishga qaror qildi. Orqasiga qarayotganidan qo'rqayotganini bilsanglar ham bo'ladi. O'yinchi tobora qo'rqa boshladi va qandaydir help deb boshladi, ya'ni yordam beringlar deb boshladi. O'yinchi qandaydir so'zlarni yoza boshladi. O'yinchi Minecraftdan chiqishni xayoliga keltirayotgan edi, ya'ni bu serverdan chiqishni. Va bu o'yinchi qo'rqqandan bu serverdan chiqdi. Mahmudjon?